Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Oldimizda shu Ramazon kelyotidi. Shu munosabat bilan men diabet kesili va ro'za tutish to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Buni oldin qitimqi Ramazon mezgilidimi ba'zi qarindoshlar mendan bu to'g'risida so'ragan bo'lib, tövende men özemninki bu haqda izlengenlerimni köpçülük bilen ortaklaşmakçı. Köpünçü qarindoshlar bo'libmi bak diabet kesiliga giribdor bo'lgan qarindoshlar diabet kesilining qanday kasal ekanligini bilishi mumkin. Shunga men bu yerda diabet kesili to'g'risida tafsili to'xtalmayman. Men tövende faqatla shu qon tekshirishda shakar qanday bo'lgan vaqtida normal bo'lgan bo'ldi, qanday vaqtida normal bo'lmagan bo'ldi degan to'g'risida ozroq to'xtalmoqchi. Normal bo'lish uchun qondagi shakarniki miqdori her zaman 11'de 1 millimol yoki 200 milligramdan töven bo'lish kerak. Osh qo'saqda 6'da 1 millimol yoki 108 milligramdan töven bo'lish kerak. Tomoqdan keyin 2 soat vaqt ichida 7'da 8 millimol yoki 140 milligramdan töven bo'lish kerak. Kesel bo'lish uchun 11'de 1 millimol yoki 200 milligramdan yuqori bo'lish kerak har qanday vaqtida. Andan keyin osh qo'saq vaqtida 7 millimol yoki 126 milligram, ba'zilar 130 deb oladi. Shundan yuqori bo'lish kerak. Andan keyin tomoqdan keyin 2 soat vaqt ichidami 11'de 1 millimol yoki 200 milligramdan yuqori bo'lish kerak. Agar yuqorqi ikki qimmatning orasida bo'lib qolsa, ya'ni normal bilan mush kasalning orasida bo'lib qolsa, bu chegara rayonga kirdigan bo'lib, ya'ni saq bilan diabet kasalining orasidagi ahvol bo'lib, bularga saq yoki kasal deb diagnoz qo'yish uchun qayta tekshirishga, bir necha qitim tekshirishga to'g'ri keldi. Buni shu diabet kesiliga giribdor bo'lgan qarindoshlar obdan bilishi mumkin. Shunga men bu yerda pek tafsili to'xtalmayman. Köpünçü qarindoshlar bilgandagidek diabet kesili odatda ikki xil bo'ldi. Birinchisi birinchi turdagi diabet kesili, ikkinchisi ikkinchi turdagi diabet kesili. Birinchi turdagi diabet kesili odatda kichik bolalarda, yoshlarda ko'p uchraydigan bo'lib, ko'pincha ahvolda bular 40 yoshdan burungi odamlarda bo'ladi. Bu asosliqi badanda shu insulinniki kam bo'lishi yoki yetarli bo'lmasligi sababidan shu badan glukoz ya'ni shakar moddasini unumli ishlatmaslikdan kelib chiqadi. Ikkinchi turdagi diabet kesili bo'lsa 40 yoshdan cho'ng ya'ni simiz badan ig'irligi ig'ir bo'lgan kishilarda ko'p ko'riladigan bo'lib, bu kishilarda garchi insulin yetarli bo'lsa-mu, biroq insulinniki xizmat qilish funksiyasida to'salg'iga uchirganligi yoki badanda insulinga qarshi ba'zi kuch paydo bo'lganligi uchun badanningki glukoz ya'ni shakar moddasini ishlatilishi to'salg'iga uchirganlikdan kelib chiqadi. Bu asosliqi shu birinchi turdagi ikkinchi turdagi diabet kasalining farqi. Birinchi turdagi diabet kasalini odatda insulinga tayindigan diabet kasali debmi ataymiz. Bu kasal giribdor bo'lganlar cho'qim insulinni vaqti-vaqtida urib turmasa bo'lmaydi. Undan boshqa alohida davolash usuli yo'q. Ikkinchi turdagi diabet kasaliga nisbatan odatda tomoqdan farz tutish orqali yaxshi kontrol qilg'il bo'ldi. Agar tomoqdan farz tutish kontrol bilan yaxshi kontrol qilg'il bo'lmagan ahvolda yoki bo'lmasa kasal ig'irlashib ketgan vaqtida andan keyin dori ishlatish kerak. Dorilar bilan kontrol qilish amal bo'lmagan vaqtida yoki bo'lmasa kasal ig'irlashib ketgan vaqtida eng oxirisida andan keyin insulin ishlatishga to'g'ri keldi. Lekin ko'pincha ahvolda ikkinchi turdagi diabet kasaliga giribdor bo'lgan kishilar insulinni ishlatmaymi, kasalini yaxshi kontrol qila oladi.
Ramazanda ana shu birinchi turlik diabet bemorida ko'riladigan xatarlar, ya'ni shu Ramazan birinchi turlik diabet kasali bor kishilar Ramazan tutgan vaqtida, ro'za tutgan vaqtida qanday xatarlik omillar ko'rilishi mumkin degan vaqtida birinchisi qondagi shakar moddasi bak tovanlab ketish, ya'ni qondagi shakar moddasining miqdori 70 dan tuvan bo'lish. Bu xil ahvol ostida bemorda ko'zi qorong'ulashish, andan keyin sovuq ter chiqish degandek kasallik alomatlari ko'rildi. Agarda shu shakar moddasi vaqtida to'liqlanmasa, balkim shu qondagi shakar moddasi haddidan ziyoda kam bo'lish sababidan hushidan ketadigan yoki hatto o'lib ketadigan ahvollar bo'lishi mumkin. Ikkinchisi qondagi shakar moddasi bak yuqorilab ketish, ya'ni 300 dan oshib ketish. Buningmi belgilik xatiri va bundaq ahvol ostida cho'qim shu insulin ishlatishga to'g'ri keldi. Uchinchisi badan suvsizlanib shu qon uyushib qilish, ya'ni badanda suv kam bo'lgan vaqtida qon oson uyushib qoldigan va yoki bu uyushib qolgan qonlar o'pka yoki miya qon tomirlarini to'sib oladigan ahvollar yuz berishi mumkin. To'rtinchisi keto kislotasi bilan zaharlanish, ya'ni bu kislotasi shu shakarning parchalanish jarayonida hosil bo'ladigan bir kislota bo'lib, agarda shu badandagi shakarningki metabolizmi qalayim qilishib ketgan vaqtida bu keto kislotasiningki miqdori ishib ketishi va uning bilan zaharlanishi mumkin. Bularning hammasi belgilik xatarlik bo'lib, bu bemorningki hayotiga ba'zida tahdid olib kelishi mumkin. Birinchi turlik diabet bemoriga tavsiyalar. Hem de shu birinchi turlik diabeti keslik giribdor bo'lgan bemorlar shu Ramazonda cho'qim ro'za tutishga to'g'ri kelgan vaqtida nimalarga diqqat qilish kerak degan vaqtida birinchidan Ramazondan burun doktorga ko'rinib, Ramazonda kasalni qandoq bartaraf qilish to'g'risida doktorning fikrini olish kerak. Ikkinchi, Ramazondan burun diabet kasalini yaxshi kontrol qilish kerak. Uchinchi, Ramazon mezgilida o'zini yaxshi kuzatish kerak, ya'ni shu qondagi shakarning o'zgarishi, o'zidagi shu shakarning tuvanlik yoki shakarning yuqoriligi sababini kelib chiqadigan kasal alomatlarini yaxshi kuzatish orqali uni oldin bartaraf qilish va hayotiga tahdid yetishdan saqlanish kerak. To'rtinchisi, Ramazon mezgilida tomoq va dorilarni yaxshi kontrol qilish, ya'ni tangshash kerak. Shu Ramazonga moslashish uchun ba'zi tangshashlarni elib berish kerak. Bu rasmda ko'rsatilgani shu xalqaro diabet kasali jamiyatiniki shu Ramazon mezgilida ro'za tutadigan musulmonlarga uniki yemekligiga bo'lgan bir tavsiyasi bo'lib, albatta bu o'xshamagan davlatlarda insonlarningki yemeklik odatlari o'xshash bo'lmaganligi uchun ba'zi farqlar bo'lishi mumkin. Buning asosli mazmuniga kelsak, nima degan vaqtida biz rasmda ko'rayotgandek bu yerda go'sht, ya'ni o'riq go'sht, sakuktat, yalimush, anandan keyin süt, anandan keyin may, mushular hammasi bo'lgandan boshqa asosligi shu energiyaniki, shu yemek ichmakning ichidagi energiyaning 45%ni yoki shu yemek ichmakninki 45%ni shu karbohidrat, ya'ni tarkibida shakar moddasi bo'lgan yemekliklar orqali kontrol qilish, anandan keyin 20%ni oqsil, anandan keyin 35%ni shu go'sht maydan qabul qilish tavsiya qilingan. Bu yerda eng muhim bo'lgani shu karbohidrat, ya'ni shakar moddasini 45% atrofida kontrol qilish alayda ta'kidlangan.
Bu resimde ko'rsatilgani mushu diabet kasaliga giribtor bo'lg'uvchilarniki mushu Ramazon mezgilida, ya'ni ro'za tutayotgan mezgilda bu dorini qandaq tangshash, qandaq ishlatish to'g'risidagi tavsiyasi bo'lib, agar bu diabet kasaliga giribtor bo'lgan bemor normalda kuniga bir qitim ishlatsa, o'zining kasalini yaxshi kontrol qila oladigan bo'lib qolsa, u vaqtida bu dorini alohida tangshash hojatsiz, ya'ni ko'pincha ahvolda mush iftordan keyin ishlatsa bo'ldi. Albatta, zo'rliq yegan vaqtida ishlatsin bo'ldi. Chunki bu normalda 24 soat ichida bir qatim mushu dori ishlatish orqali o'ziniki diabet kasalini yaxshi kontrol qilgan kishilarga nisbatan alohida bir tangshash zarur emas. Agarda bu bemor, ya'ni diabet kasaliga giribtor bo'lgan bu bemor kuniga 2 qitim dori ishlatishga to'g'ri keladigan bo'lsa, ya'ni yoki 2 qitim dori ishlatish orqali o'zining diabet kasalini kontrol qilib kelgan bo'lsa, bir qitimini shu zo'rliqda bir qitimini iftor vaqtida ishlatish kerak. Agarda 3 qitim ishlatishga odatlangan bo'lsa, ya'ni kuniga 3 qitim dori ishlatish orqali o'zining diabet kasalini kontrol qilib kelgan bo'lsa, birisini zo'rliqdan keyin, ikkisini shu iftordan keyin tangshab ishlatsa bo'ladi. Yuqorqilar faqatla tavsiya mushu diabet kasaliga giribtor bo'lgan qarindoshlarningki Ramazon mezgilida diqqat qilishga kerak bo'lgan ba'zi masalalar ustidagi tavsiya. Konkret ahvolni meningcha yana har bir qarindoshimiz o'zlari o'zining doktori bilan maslahatlashishi kerak. Bugungi bu Ramazon munosabati bilan so'zlamoqchi bo'lgan leksiyani mishada oxirlashtirma. Hammanglarniki ko'ngil qo'yib anglag'aninglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.